Bugun 3 xonali uyimiz sotuvga chiqqan. 9 etajli, 6-etajda turibmiz. Отдельный vhod. Отдельный eshik kiriladi. Kirib kelishimiz birinchi eshik tualet. Uyimizning narxi $48,000. Uy bez remont. Srochniy yopayotganligi uchun shunaqa narx. O'ylamang nega arzon. Bu juda zarur o'shaning uchun. Bu yerda gaz plita, turgan joyimiz kuxnya bo'ladi. 71 kvadrat metrli uyimiz. Endi o'zingizlar kalkulyatorda hisoblaylar kvadratiga qancha tushadi. Katta koridor, 5 ga 5 zal, 2 ga 6, 2 ga 4 spalni, bu yerda yana bitta spalni, akvaromlar qo'yilgan, temir eshiklar qo'yilgan, otopleniyasi bor, plasmassa turbalar qo'yilgan. Uyimiz o'rtada joylashgan, торцевой emas. 71 kvadrat metr umumiy bo'ladi. 44 kvadrat yashash maydoni bo'ladi. Telefon nomerini yozaman, telefon qilinglar. Uyimiz Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan. Orientir yangi prokuraturani yonginasida. Bu yonida basseyn bor. Prokuraturani yangi tushgan 17 etajli domlar oynani ochilib ko'rinib turadi. 5 ga 5 kenglikda zalimiz. Telefon nomerini yozaman, telefon qilinglar. Profilda bundan boshqa uylar bor, kirib ko'rasizlar. Menga 2 xonali uy kerak. 50 ming atrofida. Yangi uylardan. Mana bunaqa 17 etajli domlardan tayyor naqd klientim bor. Keyin 2 xonali uyim bor, sotilayotgan 3 xonali uyga abmen bor. 4 xonali uy bor, sotilayotgan 3 xonali uyga abmen bor. Davlat bilan gaplashiladi. Hammasini profilga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar bilan makler akmal telefon qilaverasizlar. Reklamamiz tekin. Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Bektemir tumanlariga sotilayotgan uy bo'yicha. Sog' salomat bo'ling.